Nega bizlar deydi pensiyamizga chet elga borib dam ola olmaymiz? Oylik 15 million bo'lsa ham pensiya hisobida 6 million hisobga olinadi. Bu chegarani oshirish taklif qilinmoqda. Pensiya tizimida qanday o'zgarishlar taklif qilinmoqda va kelajakda nimalar o'zgarishi mumkin? Videoda shular haqida so'z yuritamiz. O'zbekistonda pensiya tizimini o'zgartirish bo'yicha bir nechta muhim takliflar ishlab chiqilgan. Bu haqda Pensiya jamg'armasi ijrochi direktori Murodbek Otajonov O'zbekiston 24 telekanaliga ma'lum qildi. Endilikda ixtiyoriy pensiya jamg'armasiga davlat ham pul qo'shishi mumkin. Taklifga ko'ra, agar xodim o'z xohishi bilan oylik maoshining 5% ni pensiya uchun jamg'arib borsa, davlat ham ushbu mablag'ning yana 50% miqdorida qo'shimcha mablag' ajratadi. Masalan, oyiga 7 million so'm maosh oladigan xodim hozirgi jamg'arib boriladigan pensiya tizimida 20 yil davomida taxminan 5 million so'm to'plashi mumkin. Agar yangi mexanizm qabul qilinsa, ushbu muddatda uning jamg'armasi 126 million so'mgacha yetishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, taklifda pensiya hisoblashda inobatga olinadigan maosh chegarasi oshirilishi nazarda tutilgan. 15 million so'm ish haqi oluvchi ham 3 million 300 pensiya tayinlanadi. Demak, mana shu yerda takliflarimizdan birisi hisobga olinadigan ish haqini yuqori chegarasini oshirish taklifi bo'ldi. Hozirgi tartibga ko'ra qancha maosh olmang, pensiya hisoblashda maoshingizning ma'lum qismigina hisobga olinadi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq pensiya hisoblash uchun olinadigan o'rtacha oylik ish haqi pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 12 baravardan oshmasligi kerak. 2026-yil 1-iyuldan bazaviy hisoblash 504 ming so'm bo'lgani uchun hozirda bu chegara 6 million 48 ming so'mni tashkil etadi. Ya'ni hatto oyligingiz 10-15 million so'm bo'lsa ham pensiya hisoblashda hozircha eng ko'pi bilan 6 million 48 ming so'm inobatga olinadi. Endi ana shu cheklovni oshirish taklif qilinmoqda. Shuning bilan birga pensiyani hisoblash tartibi ham o'zgarishi mumkin. Hozirda pensiya miqdori asosan ish faoliyatining oxirgi 10 yilidan tanlangan 5 yillik ish haqi asosida hisoblanadi. Yangi taklifga ko'ra esa hisob-kitob faqat shu davr bilan cheklanmay, insonning 20 yillik mehnat faoliyati davomidagi daromadlari ham inobatga olinishi mumkin. Yana bir muhim yangilik, fuqarolar uchun Mening pensiyam nomli elektron xizmat ishga tushiriladi. U orqali har kim ish stajini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni, kelajakda taxminan qancha pensiya olishini oldindan ko'rishi mumkin bo'ladi. Rasmiy qarorga ko'ra ushbu onlayn xizmat 2026-yil 1-dekabrdan joriy etilishi nazarda tutilgan. Agar yuqorida aytilgan taklif va o'zgarishlar amalga oshadigan bo'lsa, bu fuqarolar uchun qanchalik qulay va foydali bo'ladi? Fikringizni izohlar qismida yozib qoldiring.